Abdunabi Boyqo'ziyevni poytaxtda o'z o'rnini topishi, oliy o'quv yurtiga kirib jurnalist bo'lishida yozuvchi hamda jurnalist Qamchibek Kenjaning alohida o'rni, mehnati bor. Uning sa'y-harakatlari, urinishlari tufayli Abdunabi aka jurnalist Abdunabi Boyqo'ziyev nomi bilan elga tanildi. Jamiyatda munosib o'rniga ega bo'ldi. Menga bu Abdunabini avvalo shu inson sifatida shu juda andishaliligi, shu odobliligi juda ma'qul tushgan. Keyin bir gapni aytsangiz, ishni aytsangiz, shuni o'qib, shu vaqtda bajarardi, juda haligi prinsiplik derdi, qat'iyatlik edi. Hozir ham shunaqa bir narsaga kirishsa astoydil kirishadi bir ishga. Keyin u paytda men endi ijod qilishni bilmasdim. U ijod qilishni ham endi yashirib yurar ekan, bizdan ham boshqa yaqinlardan ham anchagacha. Keyin orada sal pal endi yozganini payqadim. Birinchi kitoblari chiqdi. Lekin o'sha keyin birinchi kitob chiqqandan keyin sal yana pastlab qoldi. O'sha ko'rinmay qoldi. U paytda endi orada men endi Andijonga ishga keldim. Lekin keldim biz Mujilgayu. Men Toshkentga borganda albatta endi Nabijonda telefonda topib gaplashib, albatta uchrashardik. Keyin bu haligi boshqa gazetlarda, boshqa idoralarda, har xil lavozimlarda ishlab, ijoddan biroz uzoqlashib qoldi. Ijoddan uzoqlashib qolgandan keyin bir kun aytdim endi bu yerda Toshkentda shunchaki yashab yurish uchun albatta Andijondan kelib shu yerda yashab qolish shart emas edi. Endi bu Toshkentga kendi poytaxtga kelgandan keyin hamma bir maqsad bilan keladi. Ayniqsa endi bir ijod bilan shug'ullanadigan odamlar shu Toshkentda unib o'sarmanmikan, shu ijodim rivojlanarmikan, bir durust narsalar yozarmikanman degan maqsad bilan qoladi Toshkent poytaxtda. Dedimda, demaydim endi ijod bilan jiddiyroq shug'ullanayman. Endi bir ikkita kitoblaringiz chiqib, sal nomingiz ko'rinib qoldi. Endi bu adabiyot maydoniga kirgandan keyin astoydil kirish kerak, astoydil shug'ullanish kerak. Shunda bir o'rtamiyona bo'lib yurmaslik kerak. O'rtamiyona bo'lib yuradigan bo'lsa, uni hojati yo'q. Chunki o'rtamiyona ijodkorlar o'zi juda ko'p bo'ladi. Dedimda, men aytdim, endi shu gaplarni endi qulog'iga olmay, o'zini baribir o'zining yuragida ham bor edi. Bu ijodga o'sha ishtiyoq kuchli edi. Keyin sekin-sekin ijodi yana tez-tez ko'rina boshladi. Matbuotda men xursand bo'ldim. Keyin yaxshi she'rlar yoza boshladi. Publisistik maqolalar yoza boshladi. Yaxshi kitoblari chiqdi. Mana Judolik dashti degan, Dilxirash tuyg'ular, Judolik dashti yaxshi she'rlardan iborat. Dilxirash tuyg'ular, bu publisistik shu maqolalar eng yaqinlari to'g'risida, o'zining yurti to'g'risida, Andijon to'g'risida, umuman O'zbekiston mustaqillik to'g'risidagi juda ko'p maqolalari, xotiralari, essenoma maqolalari chiqdi. Shu so'zlarni boyitish ancha yaxshi bir izlanishlar bor, samarali izlanishlar. O'zimizda masalan viloyatlarda, tumanlarda, qishloqlarda ishlatiladigan badiiy tilga uncha qo'shilmaydigan, lekin shu badiiy tilni boyitishga xizmat qilish mumkin bo'lgan so'zlarni ko'p topib ishlatadi. Mana shu ham yaxshi bir fazilatlardan bittasi. Chunki umumiy biz adabiy tilimiz o'sha shevalar, lahjalar hisobiga boyib borish kerak. Keyingi paytda mana Nabijon asarlarida ham bir xalqonalik, shu xalqqa qayishish, xalqni, yurtni, dardini ifodalash, qolaversa o'sha mustaqillik ne'matni, shu xalqimizni hozirgi ma'naviyatida, ma'rifatida tutayotgan o'rni, umuman O'zbekistonda umumjahon miqyosida tutayotgan o'rni, taraqqiyotimiz, ma'naviy rivojimiz, shu ma'naviy kamolatimiz haqida ko'proq shunaqa bir yaxshi she'rlar yozilyapti. Endi ijodkor o'sha aslida o'sha xalqni bir elchisi, xalqni o'sha xabarchisi, xalqni o'sha ovozi deyiladi. Shu ma'noda Abdunabini ijodi o'sha talablarga
hozir juda yaxshi javob beradi.